bo'lsa, yerda o'tirgan ota-onalar yuragini qovushtirib tursa, bola o'qishga kiradi. Iloyim kirsin, niyatlaringiz ushalsin. Vatanimizga, xalqimizga xizmat qiladigan ajoyib vatanparvar, fidoi, oqil, aqlli, odobli va judayam sulton farzandlarimiz iloyim butun dunyoni zabt etsin. Hammaga omad tilayman. Aziz yoshlar, bayram sizlarga muborak bo'lsin. Tabriklayman. Gavhar opa, yuqoridagi mana shu yangiliklarni eshitib to'g'risi meni ham ko'zimga ozroq yosh keldi. Qani yoshlar, kayfiyat? Hokim opa, mana shu yoshlarimiz bugun erishgan yutuqlari bor. Ana shu yoshlarimizni bir taqdirlash marosimini o'tkazib olsak. Demak, mana shu ingichka shaharchasida 5 ta mahalla bo'lsa, mana shu 5 ta mahallani yetakchilari beshalasi ham faol. Ikkitasi respublika bo'yicha eng faol mana shu yoshlar yetakchisi nominatsiyasi bo'yicha mana shahrimiz hokimligi qolaversa, xalqimiz tomonidan bir chiroyli tashakkurnomalar bilan taqdirlanadi. Kattaqo'rg'on shahar hokimligi nomidan Haqberdiyev Azam Ishpo'lat o'g'lini ushbu faxriyorlik bilan taqdirlaydi. Ana shunday faxriyorlik bilan Nazarov Sardor Lutfulla o'g'li Kattaqo'rg'on shahar hokimligi tomonidan. Marhamat. Balandroq qarsak chalamiz. Qani kayfiyat yoshlar? Demak, mana shu Qo'rg'onda adashmasam, nechta maktab bor? 2 ta maktab bor. 2 ta maktabni hamma o'quvchilari bir faol va a'lo baholarga bitirgan. 6 medal bilan bitirgan 5 nafar o'quvchilarimiz bor ekan, shularni taqdirlasak. Demak, Kattaqo'rg'on shahar hokimi Aliyeva Gavhar Zoirovna tomonidan Bazarova Diliyora Nadir qizi faxriyorlik bilan taqdirlanadi. Qani kayfiyatlar bilan. Oltin medal muborak bo'lsin. Marhamat. Xo'p. Abdusamatova Dildora Alijon qizi Kattaqo'rg'on shahar hokimining faxriyorligi va oltin medal bilan taqdirlanadi. Qani kayfiyat qarsanglar bilan. Xo'p. Suyunova Madina Dilshod qizi. Suyunova Madina Dilshod qizi. Marhamat. Marhamat. Keyingi oltin medal. Xo'p. Shadiyarova Madina Nizom qizi. Oltin medal va faxriyorlik va esdalik sovg'alari bilan Kattaqo'rg'on shahar hokimligidan taqdirlanadi. Marhamat. Rahmatullayeva Charos Nurxon qizi qarsangiylar bilan qani olqishlab turamiz. Xo'p. Demak, Gavhar opa mana shu ingichka shaharchasini sportchi qizlari, voleybolchi, futbolchi qizlarini bugun mana shu futbol bo'yicha, voleybol bo'yicha g'olib bo'lgan qizlarimiz bor, shularni taqdirlasak ijozat bersangiz. Marhamat, olib kelamiz. Xo'p. Qizlar o'rtasida o'tkazilgan mini futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasi Kattaqo'rg'on shahar bosqichida faol ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni egallagani uchun sektor jamoasi diplom bilan taqdirlanadi. Barchasini taklif etamiz. Barchasini. Qani marhamat. Qani balandroq qarsak chalamiz. Hurmatli ingichka shaharchasi, siz xursand bo'ling. 30 ta mahalla ichida birinchi o'rin. Qani qarasak.
qarsanglar bo'lsin. Ana shunday faxriy yorliqlar muborak bo'lsin. Bunda ulkan zafarlarni tilaymiz ana shu yoshlarimizga. Nafaqat shahrimiz, respublika, jahon chempionatlarida g'alaba qozonsin. Qani qarsanglar bilan. Besh tashabbus olimpiadasi bo'yicha sportning para yengil atletika turi bo'yicha o'tkazilgan 5 tashabbus paraolimpiadasida musobaqasining viloyat bosqichida demak ana qarsanglar bilan olqishlar qo'yamiz. Rahmat sportchilarimizga yana bir bor. Mana shu ulkan zafarlar tilaymiz. Hop, tushib olamiz endi pastga tushib olamiz. Yevropa yana bitta diplomimiz bor ekan. Demak, sportning para yengil atletika turi bo'yicha o'tkazilgan 5 tashabbus paraolimpiadasida musobaqasining viloyat bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritgani uchun Safarova Farzona ushbu diplom bilan taqdirlanadi. Qani qarsanglar bilan. Rahmat, yana bir bor barchaga bayram muborak bo'lsin. Ana shunday yoshlarimiz bizni vatanimizni dunyoga tanitadigan, butun dunyoga O'zbekistonning kimligini ko'rsatadigan yoshlarimiz ko'payaversin. Yana bir bor yoshlar kuni bayram muborak bo'lsin. Demak, azizlar, endi ayni daqiqalarda hammamiz bir tinchlik saqlasak, bizni mana shu sportchilarimiz uchun, qolaversa hammamiz uchun muqaddas bo'lgan O'zbekiston Respublikasi madhiyasini kuylaymiz. Marhamat. Qarsanglar bilan. Marhamat. Qani qarsanglar bilan. Demak, sahnamizda yoshlar kunining ilk ijrochisi ustoz san'atkor Dilshod Boyxonov. Marhamat. Qadrim desam qimmatim osmon
Ayting do'stlar qayda bor shunday betakror vatan. Tinchlik ulug' ahdimiz, ahillikda baxtimiz, bizdan ulug'laganmiz. Tayanchim ham shu vatan, suyanchim ham shu vatan, dildagi iftixorim, faxrim desam shu vatan. Yuraklarda bor vatan, fidolarga yor vatan. Ayting do'stlar qayda bor shunday vatan. Ayting do'stlar qayda bor shunday betakror vatan, shunday betakror vatan, shunday betakror vatan. Ustoz san'atkor sahnamizda Najmiddin Omonov. Marhamat. Vatan
dona, yurak bir dona. Vatan ham bir dona, yurak bir dona. Davom etamiz. Erkin ozod bo'lganimizga, yaxshi kunlar ko'rganimizga, sog'-salomat yurganimizga shukrlar qilaylik, shukrlar. Turli bo'ldi borar yo'limiz, baxtga to'ldi unga so'rimiz. Duolarga ochiq qo'limiz, shukrlar qilaylik, shukrlar. Sahnamizda Samarqand viloyati Qo'g'irchoq teatri qarsaginglar bilan qani o'tdi. Kampir tushmagur, nabuncha qichqirasin. Men qaramasman-ku. Qichqirmasam eshitmaysiz-da. Mana keldim. Xo'sh, nima gaping bor? Gapir. Eshitdik. Bobojonim, boshginam og'ridiya. Bobojonim, boshginam og'ridiya. Boshginangdan choling o'rin, annelarga og'ridiya. Boshginangdan choling o'rin, uzoqni yaqin qilar emish. Ana bu nigoti sotga telefon o'shanga og'ridiya. Ana bu nigoti sotib qo'y telefon o'shanga og'ridiya. O'shanga og'risa yo alamo. O'shanga og'risa yo alamo. Hali shunaqa. Hali endi o'zingizdan ko'ring. Endi qarib ardaylik nabuncha. Bobojonim, oyoqinam og'riydi-ya. Bobojonim, oyoqinam og'riydi.
o'rgilsin animalarga og'riydi ya oyoq qinaydan choling o'rgilsin nimalarga og'riydi ya Do'konlarda bo'lar emish, yosh qizlar ham kiyar emish. Ana buning oti mini yubka, o'shanga og'riydi ya. Ana buning oti mini yubka, o'shanga og'riydi ya. Seni shunday ko'rguncha yo o'layo seni shunday ko'rguncha yo man o'layo man o'lay voy Qani qarsakiylar bo'lsin. Patriot vokal cholg'u ansambli xonandasi Ulug'bek Muqimov. Olqishlaymiz. Barcha yoshlarimizni tabriklaymiz, bayramimizni kayfiyat tilaymiz. Qani ketdik. Barqaror. На следующий поздравляем всех. Днем молодежи, желаем здоровья счастья и всего самого лучшего. Остановись, послушай, ты же другое была. Стал для них игрушкой, разве не видишь сама? Считай себя королевой, они же смеются в ответ. Вот как любовь теряют, юных 16 лет, чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе, чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе, чужие губы тебя ласкают, чужие губы рахмат, что ты одна такая. bir ko'ray jonim ukami yor yor ko'rsat ko'zingni man bir ko'ray jonim ukami yor yor Ko'zimni ko'rib nima qilasiz? Siz akajonim yor yor, yana akajonim yor yor. Oxularning ko'zlarini ko'rmabmidingiz yor yor? Oxularning ko'zlarini ko'rmabmidingiz yor yor? hozir ado qilmagan bir martagina o'zingizni olsangiz nima qilibdi ko'zingni qizil deydilar yuzi qizil ekanmi yor yor shirin so'zi ekanmi yor yor ko'rsat yuzingni man bir ko'ray jonim ukami yor yor ko'rsat yuzingni man bir ko'ray jonim ukami yor yor Yuzimni ko'rib nima qilasiz? Siz akajonim yor yor, yana akajonim yor yor. Voy tandirdagi shirmoylarni ko'rmabmidingiz yor yor? voye ha shunaqami ha endi toza ado qilmang endi bir martagina yuzingizni ochib qoling ha endi iltimos endi Samarqand viloyati Qo'g'irchoq teatriga qarsagingiz bo'lsin. Sahnada iste'dodli xonanda Jahongir Rizo. Hammalarimizni yoshlar kuni bilan tabriklaymiz. Ana marhamat. Sendan men tun oqshom qo'ynida anhorlar bo'yida sayr etardik. Sendan men biz sevgi og'ushida yulduzlarning qo'ynida sevdim degandik. Voydod gulida oshiqman oyruq soningga, bir umr jonim maftunman shahlo ko'zingga.
صدفية Ana yoshlar, liderlar ishlayapti. Дайма любоваться, ты любите и снова. Платье из атласа, вся жизнь мосты готова. Voydod bu любовь, oshiqman oyruq solinga. Bir umr jonim, maftunman shaqlo ko'zingga. Oradamiz, sho'xi ko'ramiz. Canım desem ko'zing katta katta ochib, bir joyda turolmaysan har doim. Qilishlarda mendan qochib, qo'rqma jonim, senga qo'yibman. Ko'zingda bor bilaman shunday, xayollar devor, qachon qo'lingdan tutaman esimda yo'q. Qo'rqma jonim, senga qo'yibman. Qaro ko'zlarga qarayman. Senda devoringdan bo'ylayman. Ishon faqat yaxshilikni o'ylayman. Qo'rqma jonim, senga qo'yibman. Senda devoringdan bo'ylayman. Ishon faqat yaxshilikni o'ylayman. Mendan buncha qocharsın ey, Vaqtdan sakın ko'nglimni ocharsan ey. Qo'rqma jonim, seni yeb qo'ymayman ey. Desam bilmaysan, socharsan ey. Oxirgi mendan buncha qocharsan ey. Vaqtdan bo'lsa ko'nglimni ocharsan ey. Qo'rqma jonim, seni yeb qo'ymayman ey. Qaro ko'zlarga qarayman ey. Ko'rganda devoringdan bo'ylayman ey. Ishon faqat yaxshilikni o'ylayman ey. Qo'rqma jonim, senga qo'ymayman ey. Qaro ko'zlarga qarayman ey. Ko'rganda devoringdan bo'ylayman ey. Ishon faqat yaxshilikni o'ylayman ey. Qo'rqma jonim, senga qo'ymayman ey. Oilamiz o'tirishi. Ana hammani uyga taklif qilamiz yoshlar marhamat. Yomon botdi, og'ir botdi, yorim o'zini qilibdi. Xayolida bir nimalar rashkida yondiryapti. Sevarmishman boshqasini, yo eslarman eskisini. Yurarmishman yallo qilib, jon-jonimdan to'ydiryapti. Aquralay, ko'zi qo'ralay, hali rosa beraman dodingni. Aquralay, ko'zi qo'ralay, ko'ramiz hali ahvolingni.
bayram to'ydir vaqti quralay ko'sa quralay hali rosa beraman dodingni quralay ko'sa quralay ko'ramiz hali ahvolingni ko'za quralay hali rosa beraman dodingni quralay quralay ko'za quralay ko'ramiz hali ahvolingni. Salomat bo'linglar. Rahmat. Jahongir Rizo, olqishlaringiz. Rahmat, sog' bo'ling. Navbat yana Samarqand viloyat qo'rchi teatr jamoasiga marhamat. darmon bo'lgay qo'rg'onimning xolvasi buncha mazza buncha lazzat katta qo'rg'onim xolvasi berar tanga u rohat katta qo'rg'onim xolvasi to'kin dasturxonning fayzi labzi xolva yurustasi kunjut xolva parvardasi lazzat bergay qo'rg'onimning xolvasi buncha mazza buncha lazzat katta qo'rg'onim xolvasi berar tanga u rohat katta qo'rg'onim xolvasi yor 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 Yabandım bir iki çak bir basıp bastağına canını durmaz uykuda Hakkımısın bastağına canım yabandım bir iki çak bir basıp bastağına canını durmaz uykuda Hakkımısın bastağına gayro gayro denmeden oranı canım sarmanı gayro gayro denmeden Şirin zamanın Selman'ı Gayro gayro denmeden Oranı canım Selman'ı Gayro gayro denmeden Şirin zamanın Selman'ı Bayram mübarek olsun. Selamat bo'linglar. Rahmat. O'zbek shunday millatki Bari 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 Açılıp çıkarsan da buradan sari Bari 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 Sarımızın kendiliğinden gidiyor bari Güzel çırağıyım, gözler çırağıyım, güzel çırağıyım, gözler çırağıyım. Sen de gezip olsan ya, sanki borboyluyum. Sen de gezip olsan ya, sanki borboyluyum. Bari bari, bari 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 bari. Açılıp çıkarsan da bakar seni. Bari bari bari. Oh!
Vatan seni sevamiz, ko'zlar qilib so'nadi ya, jonni fido qilamiz, turgunicha bu dunyoda. Vatan seni sevamiz, ko'zlar qilib so'nadi ya, jonni fido qilamiz, turgunicha bu dunyo. Dunyoda eng muattar qonga yopilgan non, rayhonidan birlaring jannat ism beradi, buyuklarning qonidir tomirdagi qon. Rayhonidan birlaring jannat ism beradi, buyuklarning qonidir tomirdagi
yoshlik zavqini suring marhabo. Bayram muborak bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat.